Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar, tuzukmisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun sizlar bilan bitta ajoyib xonadonni ko'rib chiqamiz. Lokatsiyamiz Dala Hovli mahallasi, Parkent tumanida bo'pti. Xuddi shu yerda lokatsiya so'radigan bo'lsak, Yangi O'zbekiston bog'igacha 15,5 kilometr beryapti. Juda ham ajoyib lokatsiyada. Xohlasanglar Toshkentga ham, xohlasanglar Parkentga ham bir deganda yetib oladigan joyi. Demak, xonadonimizni umumiy maydoni 6,3 sotib bo'pti. Fasad qismi 20 metrdan oshiqroq ekan. Ichkariga kiradigan bo'lsak, qani bismillah. Yo darvozaxonamiz, mana ko'ryapmiz. Bemalol ikkita mashinani, sal qiynab turib 3 ta mashinani tiqib qo'ysak ham bo'ladi. Kirishimiz bilan xuddi shunaqa ishkomlar qilib qo'yilgan ekan. Uzumlarni ham bir 10 ta tupi bor bu yoqda. Bunaqasiga G-obrazniy qilib qilingan ishkomimiz. Uzumlar hozir hosirga kirgan. Mana kakrat joyi. Hozirda mulk egalari ozgina tobi yo'l uchun uncha yaxshi qarolmayapmiz deb aytibdilar. Sizlar bilan to'liq xonadonni obzorini ko'rsatishga harakat qilaman. Narxlarni ham video davomida aytib o'tamiz. Qo'shimcha savollar uchun bemalol opsiyaniyamizga yozsanglar bo'ladi. Demak, bu yoqda mana kravatimiz dam olish uchun mo'ljallangan. Mana shu hududga ham bitta chiroyli qilib imorat solib qo'ysak bo'lar ekan bu yoqgacha. Yo'lga qaratib o'rtada bitta maydon bo'ladi, darvozaxona qilib yopib forsak ham bo'ladi. Kelajakda maydonimiz yetarli, qisqa qilib aytadigan bo'lsak, bu yoqda mevali daraxt deysizlarmi, manzarali daraxtlar deysizlarmi, hammasi bor ekan. Past tarafga bolgarskiy pomidorlar ham ekib qo'yilgan ekan. Tut bor, o'ru bor ekan bu yoqda. Bu yoqda oqolma, habishniy olmalarimiz bor. Endi kommunikatsiyalarga to'xtaladigan bo'lsak, svet bor, gaz bor. Hamma xat hujjatlari joyida bo'lgan ushbu mulkimizda, ayniqsa suvi juda ham shirin. Eng zo'r fishka joyini aytaman sizlarga. 70 metr chuqurlikdan toza ichimlik suvi chiqarilgan. Bu laboratoriyada ham tekshirilgan ekan. Ichimlik suvi 24 soat davomida to'xtamaydi. Past tarafga nasos qo'yilgan ekan. Demak, o'rtada yo'lagimiz, xonadonning oxiriga qarab yo'l olsa bo'ladi. Mana bu yerda ko'ryapmiz, xurma daraxtimiz bor ekan. Daraxtlarimiz, manzarali daraxtlarimiz ko'p. Havosi, eng muhim havosi juda ham toza. Yer ichida ozgina o't o'lanlar o'sgan, qarashga vaqtlari bo'lmagan. Devorimizning chegarasi mana bu yoqda bo'lyapti. Demak, bu tarafda bitta basseynimiz, mana suvlarimiz bor, ish faoliyatida bo'lib turibdi. Maza qilib cho'milib olsak ham bo'ladi bunaqa suvda. Endi sizlarga suvni ko'rsatayim. Mana suv. Suvdan hech qanaqa muammo yo'q. Bu tarafdagi binoyimizda rossiyskiy saunamiz bor, dush hamda hojatxonamiz joylashtirilgan ekan. Gazimiz ham bor. Xohlasanglar o'tin bilan ham yoqsanglar bo'ladi. Bazalatib qo'yib saunani butun tanadagi shamollashni chiqarib yuboradigan joyi ham. Xo'p. Bu yoqda letniy kuxnyamiz. Bu yoqda kafellar qiladigan bo'lsa, ozgina xarajat qiladigan joyi, unaqa katta xarajat emas. Bu yoqga akamlar bitta chiroyli qilib xona solib qo'ygan ekanlar. O'rtoqlar bilan oilaviy maza qilib dam olamiz deb niyat qildik. Endi hozir sog'ligini ozgina mazalari, sog'ligida ozgina muammo borligi uchun sotishga majbur bo'layotgan joyi. Bu tarafga ham bitta panoramli oyna qilib, tashqariga bemalol shart-sharoit qilib, mana bu manzaralarni tomosha qilib o'tiradigan joyi ekan. Bu yerda mikroklimatlar ham o'rnatib qo'yilgan mana. Kabinlari kelgan. Shundoq suv yoqadigan bo'lsa, mikroklimat polni hamma yoqni muzlatib, butun xonadonni iliqqina qilib qo'yadi. Sizlar bilan endi saunani ko'rib chiqamiz. Mana bu yoqda yong'oq daraxti. Aytayotganda hamma shart-sharoitlari bor. Mana bu yoqda hojatxonasi. Mana dushini ko'rib chiqamiz. Mana svetimiz bor. Aristo o'rnatib qo'yilgan. Issiq suv, sovuq suv. Bu yoqda esa sizlarga aytib o'tganimdek mana saunasi juda ham akkuratli holatda turibdi. Did bilan qilingan. Toshlarigacha suvni ham olib kelib qo'yishgan, baklashkalar. Demak, bu tarafdan ham bitta kichkina yo'lachasi bor ekan. Bu yoqdan podvalga tushsak bo'ladi. Podval xonadonning tagida joylashtirilgan binoni bitta xonachalik kattalikda ekan. Hozir podvalda kaliti yo'q ekan, eshigi yopiq. Ichkarilarda lekin etajerkalar qilib qo'yilgan ekan. Nimadirlar saqlash uchun ham ajoyib sharoit. Xohlasanglar dala hovli qilsanglar bo'ladi. Xohlasanglar bitta xonadon qilib bemalol foydalansanglar ham bo'ladi. Endi sizlar bilan xonadonning ichini ko'rib chiqamiz. Ko'taruv. Demak, mana ichkarilarni ko'rib chiqamiz. Bismillah. Kirishimiz bilan xuddi shunaqa bitta koridor, holni ko'rishimiz mumkin.
bir qismimizga mebellar, yumshoq mebellar qo'yilgan, chiroqlari bor. Ikkinchi qismimizda oshxona sifatida foydalanishyapti. Bu yerda gaz plita, xolodilnik, barcha shart-sharoitlari bor. Xohlasanglar bu yo'ni bo'lib qo'yib ikkiga, bu yo'ni alohida dam olish zonasi, bu yo'ni bitta oshxona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. O'rtadan ichkariga kiradigan bo'lsak, bu yerda barcha yumshoq mebellari bilan katta mehmonxonamizda joylashtirilgan. Xona juda ham salqin. Remontlariga e'tibor bersalar, hech qanaqa yorilib ketgan joylari yo'q. Bu yerda DVD, televizor, antenna, Wi-Fi kabi hamma narsalari bor. Xo'p, burchak tarafda qishda ham kelsanglar mazza qiladigan joyi, juda ham isib ketadigan g'isht pechkalarimiz bor. Gazdan hech qanaqa muammo yo'q bu yerda. Demak, ichkariga kirar ekanmizlar. Mana chiroqni yoqamiz. Demak, kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Mana bu yerga qishda nimadir ichimlik qo'yib qo'ysanglar ham issiqqina turadigan joyi. Bu yog'i bemalol kichiklar uchun yotoqxona qilib olsanglar ham bo'ladi, kichkina karavotlar. Mana hozir mana shuni sifatida foydalanishyapti. Demakki, umumiy 6,3 sotuv maydoniga qurilgan, hamma shart-sharoitlari bor. Basseyn deysizlarmi, letniy kuxnya, zimniy kuxnya, xonalari, saunalari bo'lgan ushbu dala hovlimiz uchun hozirda so'ralayotgan summa 53 mingni tashkil qilyapti. Past tarafda aloqa chiqish uchun nomerlarni qoldiramiz. Bemalol naqd pul bilan keladigan bo'lsanglar, chiroyli qilib kelishtirib olishinglar ham mumkin. Qo'shimcha savollar uchun opsiyaning nomerlarini qoldiramiz. O'zimizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bizdan yanada ko'proqni kutib qoling. Uy bor parkent kanali maxsus sizlar uchun. Rahmat.